Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Putinga impichment e'lon qilish tashabbusini 150 ming odam quvvatladi. Kiyevning 2 tumanida rus diversantlari qo'lga olindi. Bu uchrashuv natijasiga ishonmayman. Zelenskiy. Tinch aholiga hujumlar. Kiyevda ko'cha janglari. Putin yadroviy kuchlarni shay holatga keltirishni buyurdi. Barcha bosqinchilarga yetadi. Ukrainaga katta partiya raketa keldi. Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadan qancha o'zbekistonlik evakuatsiya qilingani haqida ma'lumot berdi. Ramzan Qodirov operatsiyalar ko'lamini kengaytirishni istamoqda. Ukrainada qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosining shaxsi aniqlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Ramzan Qodirov Checheniston xavfsizlik kuchlari ishtirokidagi yangi video lavhani namoyish qildi. Checheniston Respublikasining ko'p qirrali jangarilari yo'lidagi har qanday to'siqlarni tez bartaraf etadilar deb aytadi Qodirov. Kiyevning 2 tumanida rus diversantlari qo'lga olindi. 27 fevral tunida poytaxtning Darnits tumanidagi blokpostni yorib o'tmoqchi bo'lgan diversantlar zararsizlantirildi. Bundan tashqari Kiyevning Galasev tumanida politsiya tomonidan diversantlar guruhi qo'lga olingani xabar qilindi. Rasman bildirilishicha, tong otgunga qadar Kiyevda 4 marta havo trevogasi e'lon qilindi. Rossiya harbiylari tuni bilan Kiyev yaqinidagi aerodromlardan birini egallab olish uchun jang qilgan. Biroq Ukraina askarlari ularning hujumlarini qaytargan. Hozir Kiyevda vaziyat osoyishta. Shahar Ukraina qurolli kuchlarining to'liq nazorati ostida qolmoqda deb bildiradi 27 fevral kuni ertalab Kiyev shahar davlat ma'muriyati. Putinga impichment e'lon qilish tashabbusini 150 ming odam quvvatladi. Rossiya Davlat Dumasidan prezident Putinga impichment e'lon qilish so'ralgan petitsiyani 150 mingdan ortiq odam imzoladi. Petitsiya mualliflari Putinni davlatga xiyonat hamda Ukrainaga bostirib kirish orqali harbiy jinoyat sodir etganlikda ayblamoqda. Rossiya Konstitutsiyasining 93-moddasida bu ikki jinoyatni sodir etgan davlat rahbariga impichment e'lon qilish ko'zda tutilgan. Bu uchrashuv natijasiga ishonmayman. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 fevral kuni yangi murojaat bilan chiqdi. Bu safar u Rossiya va Ukraina tomonlarining Pripyat daryosidagi uchrashuviga izoh berdi. Zelenskiyning ta'kidlashicha, biror bir Ukraina fuqarosida u prezident sifatida kichik bo'lsa-da, lekin baribir imkoniyat bo'lganida urushni to'xtatishga harakat qilmaganiga shubha bo'lmasligi uchun harakat qilish zarur. Ukraina rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkodan Ukraina-Belarus chegarasidagi neytral hududda hech qanday shartlarsiz uchrashishni so'raganini aytdi. To'g'risini aytsam, har doimgidek men bu uchrashuv natijasiga ishonmayman, lekin sinab ko'rishsin, dedi Zelenskiy. Tinch aholiga hujumlar. Kiyevda ko'cha janglari. Urushning 3-kunidan suratlar. Ukraina hukumati harbiy harakatlar boshlanganidan buyon 3,5 ming nafar rossiyalik harbiy halok bo'lganligini ma'lum qilgan. Rossiya tomoni o'z yo'qotishlarini tasdiqlamayapti. Rossiyalik 2 milliarder urushga qarshi chiqdi. Rossiyada ham, Ukrainada ham aktivlar bor. Tadbirkor Mikhail Friedman mintaqadagi mojaroga barham berilishiga umid bildirdi. Uning Londonda joylashgan Lateran investitsiya kompaniyasi xodimlariga yozgan maktubi nashri tomonidan e'lon qilindi. Ushbu inqiroz insonlarning hayotiga zomin bo'ladi va yuzlab yillar davomida birodar bo'lib kelgan ikki xalqqa zarar yetkazadi. Men Ukrain va rus xalqlariga qattiq bog'langanman va hozirgi mojaroni ikkalasi uchun fojia deb bilaman, deb yozadi tadbirkor. Uning ta'kidlashicha, bu siyosiy bayonot emas, balki Rossiya va Ukrainadagi minglab xodimlar uchun mas'ul biznesmenning fikri. Friedmanning ta'kidlashicha, uning istagi Ukrainadagi bu vaziyatga chek qo'yishdir. Boshqa bir rossiyalik milliarder Oleg Derespaska ham tinchlik juda muhim ekanligini aytib, muzokaralar olib borishga chaqirgan. Bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirgan. Barcha bosqinchilarga yetadi. Ukrainaga katta partiya raketa keldi. Rossiyaga bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina g'arbdagi sheriklardan aviatsiya uchun ko'p miqdorda havo toifasidagi raketalarni qabul qilib oldi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlar harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lum qildi. Ular allaqachon bizning qiruvchilarimiz qanotlari ostida. Uchuvchilar barcha bosqinchilar uchun yetarli bo'lishiga ishontirmoqda. Ukrainaga shon-sharaflar, deyiladi xabarda. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi Putinga qarshi koalitsiya ittifoqchilariga Ukraina qo'shinlarini kuchli qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi.
Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadan qancha o'zbekistonlik evakuatsiya qilingani haqida ma'lumot berdi. 27 fevral kuni Ukrainaning Lvov shahridan O'zbekiston fuqarolaridan iborat navbatdagi guruh Ukraina-Polsha chegarasidagi nazorat o'tkazish punkti sari yo'lga chiqdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Bundan tashqari O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, shu vaqtgacha 600 dan ziyod O'zbekiston fuqarolari Polsha chegarasiga yetkazilgan. Elchixona vakillarining ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqarolarini evakuatsiya qilish ishlari izchil davom etmoqda. Ramzan Qodirov operatsiyalar ko'lamini kengaytirishni istamoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Vladimir Putinni barcha yo'nalishlarda keng ko'lamli operatsiya boshlashga chaqirgan va Rossiya harbiylarining Ukrainadagi taktikasi juda sekin ekanligini ta'kidlagan. Aniq qaror qabul qilish va barcha yo'nalishlarda va Ukraina hududida keng ko'lamli operatsiyani boshlash vaqti keldi. Men shaxsan bir necha bor terrorchilarga qarshi taktika va strategiyalar ishlab chiqqanman. Janglarda qatnashgan. Mening tushunishimcha, Ukrainada tanlangan taktikalar juda sekin. Bu uzoq vaqt talab etadi va menimcha samarali emas. Mamlakat rahbariyatidan Rossiya qurolli kuchlari oliy qo'mondoni Vladimir Putindan barcha maxsus kuchlarga tegishli buyruq berishni so'rayman. Bizning ayollarimiz, keksalarimiz va Chechenistondagi bolalarni o'ldirganlar hokimiyati barham topsin, dedi Qodirov. Putin yadroviy kuchlarni shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaga tegib turuvchi kuchlarni maxsus shay holatga keltirishni buyurdi. U mudofaa vaziri Sergey Shoygu va qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov bilan uchrashuvda shunday ko'rsatma berdi. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning strategik tegib turuvchi kuchlari tarkibiga strategik hujumkor kuchlar va strategik mudofaa kuchlari kiradi. Strategik hujumkor kuchlar asosini qit'alar aro raketa va aviatsiya tizimlari bilan jihozlangan. Yuqori aniqlikdagi uzoq masofali qurollar strategik raketa kuchlarini o'z ichiga olgan strategik yadro kuchlari tashkil qiladi. Strategik hujumkor kuchlarga shuningdek ikki maqsadli kuchlar sifatida strategik yadroviy bo'lmagan kuchlar, uzoq masofaviy harbiy havo kuchlarining strategik va bombardimonchi samolyotlarning tarkibiy qismlari hamda suv osti kemalari, suv usti kemalari va dengiz flotining an'anaviy yuqori aniqlikdagi uzoq masofali qurollar bilan jihozlangan raketa tashuvchi samolyotlarni o'z ichiga oladi. Ukrainada qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosining shaxsi aniqlandi. Ukrainaning urushda asir olingan va o'lgan askarlarni identifikatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi Telegram kanallarda Rossiya tomonidan jang qilgan deb taxmin qilinayotgan O'zbekiston fuqarosining pasport ma'lumotlari tarqaldi. Bloger Nurbek Alimov mazkur masala yuzasidan surishtiruv o'tkazdi. Bugun kanalimizda Ukrainaning urushda asirga olingan va o'lgan askarlarni identifikatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi Telegram kanallarda Rossiya tomonidan jang qilgan deb ishora qilinayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasport ma'lumotlari tarqalgani haqida aytib o'tgandik. Fuqaro Bozorov Adhammirza Hayitovich namanganlik edi. O'sha xabar chiqqandan beri fact-checking va surishtiruvlar bilan shug'ullandim. Ushbu yigitning ijtimoiy tarmoqlarda 10 yil oldingi o'sha davrlarda rivojlangan Moymirdagi suratlar va profillarni ham topishga muvaffaq bo'ldim. Bu yigit programmist bo'lgan. U O'zbekistondagi ko'plab saytlarda ishlagan, hattoki 2014-yilda Milliy internet tanlovining O'zbekistonning iqtisodiy va sayyohlik salohiyatini aks etgan eng yaxshi sayt nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rinni egallagan. O'z vaqt O'zbekiston axborot agentligi UZAda ham faoliyat olib borgan. Bugungi kunda u Toshkentdagi Salis Doctor firmasida programmist sifatida ishlab keladi. Bu yigit 23 fevral kuni soat 15:25 da O'zbekiston havo yo'llari orqali Ukrainaning Kiyev shahriga uchgan. Ukrainaga innovatsion tovar va servislarni rivojlantirishga qaratilgan platforma bo'lmish taklifiga binoan ketgan. 24 fevral kuni Kiyevda forum bo'lishi kerak bo'lgan. 27 fevral kuni esa Toshkentga qaytishga chiptasi ham bo'lgan. U bilan birga yana bir O'zbekiston fuqarosi Timur ismli programmist yigit bo'lgan. 24 fevralda urush boshlanib ketgach qo'lga olingan ko'rinadi. Ukraina shaharlarida komendantlik soatlari joriy qilingani sababli va bunday vaziyatlarda ho'l quruq teng yonishni inobatga olib, bu yigit tushunmovchilik sabab qo'lga olingan degan taxminlarimiz bor. Qozog'istonda qo'lga olingan va terrorist deb atalgan qirg'izistonlik qo'shiqchi Keysi yodimizdan chiqmasin. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa tegishli tashkilotlardan so'rab qolaman. Diplomatik kanallar orqali ushbu holatni tagiga yetaylik. Vatandoshlarimizni taqdir qo'liga tashlab qo'ymaylik, deyiladi xabarda.
Og'ir judolik. O'zbekiston qahramoni Ibrohim Fayzullayev vafot etdi. Butun hayoti va mehnat faoliyatini qishloq xo'jaligi rivojiga bag'ishlagan taniqli agronom va tashkilotchi rahbar, O'zbekiston qahramoni, mehnat faxriysi Ibrohim Fayzullayev 25 fevral kuni 89 yoshida vafot etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Tanzila Norboyeva, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi Nurdinjon Ismoilov, Bosh vazir Abdulla Aripov va Fanlar akademiyasi raisi Behzod Yo'ldoshev marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.